Bugun 12-mart Toshkent shahrida Uzbekistan Economic Update 2026 konferensiyasi bo'lib o'tmoqda. Mazkur konferensiya O'zbekiston iqtisodiyotining bugungi holati, amalga oshirilayotgan islohotlar va kelgusi yillarda amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan istiqbollarni muhokama qilishga qaratilgan. Konferensiyada hukumat vakillari, xalqaro moliyaviy institutlar, iqtisodchilar va turli mamlakatlardan kelgan biznes vakillari ishtirok etmoqda. Ular mamlakat iqtisodiyotidagi o'zgarishlar, investitsiya imkoniyatlari hamda O'zbekistonning xalqaro iqtisodiy hamkorligi haqida fikr almashmoqda. Bugun O'zbekistondagi rasmiy Yevropa savdo palatasi tomonidan 5-bor, ya'ni har yil o'tkaziladigan O'zbekistondagi iqtisodiy yangilanishlar bo'yicha konferensiya bo'lib o'tyapti. Konferensiyaning asosiy maqsadi O'zbekistonda bo'layotgan investitsion islohotlar tomonidan yuritilayotgan iqtisodiy jarayonlarni Yevropa va chet el biznesiga tanitish, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish va O'zbekistondagi amalga oshirilayotgan proyektlarga yordam berish maqsadida shu forum o'tkaziladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar O'zbekistonni xalqaro biznes uchun yanada jozibador bozorga aylantirishga xizmat qilmoqda. Mazkur tadbirning ahamiyati juda ham katta, chunki bu tadbirda hozirgi kunda Iqtisodiyot vazirligi, Investitsiya vazirligi tomonidan O'zbekistonni rivoji kutilayotgan o'sish surati aytib o'tilmoqda. Aytib o'tishim joizki, Yevrouzni O'zbekiston va Yevropa orasida amalga oshirilayotgan shu investitsion bir muhitni yaratishida o'rni juda ham katta va bu bizga o'xshagan korxonalar uchun kelajakda yana ham shaxdan qadam tashlash uchun imkoniyat. Bu esa yangi investitsiyalar, ish o'rinlari va iqtisodiy o'sish uchun muhim omil hisoblanadi.